Mana bularga qani 2 oy bor. Sog'lik hurmatli yo'q bo'shlik omjozlari. Mana bugun xudo xolisa buqa ko'rgan keldik. Ya'ni ertaga juma aksiyasiga sotuvga chiqadigan buqamizni hozir savdo qilgan keldik. Mana ko'rib turibsizlar, shu buqalarning ichidan hozir bittasini tanlab olib ketamiz. Hayi, bu buqalaringiz qaysi biri tayyor xudo xolisa? Xudo xolasa mana bu ikkitasiga ozgina bor, 1-2 oy bor. Ikkalasi tayyor. Shu ikkitasidan tanlab olib ketaveramiz. Mana ko'rib turibsizlar, hotli yo'q bo'shlik omjozlari. Ikkala buqamiz ham zo'r boqilgan, zo'r yemda turgan. Xudo xolisa mana shu chap tomondagi turganini ertaga hozir qushxonamizga olib ketib so'yamiz, ko'rib turibsizlar. O'zi akamiz har doim mollar zo'r boqqan. Ancha yillardan beri shu akamizdan mol olamiz. Ham savdomiz har doim yengil bitgan. O'z savdo qilishimiz ham shart emas edi. Lekin sunnatiga savdo qilib qo'yamiz. Aka endi bularni xudo xolisa el qatori 110 mingdan 10 kilo yog'iga hamda 3 kilo siktiga olamiz har doim. Siz ham shunaqa berasiz xudo xolisa. Barakam aka. Bo'ldi. Barakasi Xudo xolisa. Mana hurmatli yo'q bo'shlik omjozlari, mana shu ko'rib turgan buqamiz xudo xolisa 110 ming so'mdan baraka bo'ldi. Bu buqamiz ertaga juma aksiyasida sotuvda bo'ladi. Xudo xolisa kelib go'shtning narxini 115 ming so'mdan juma aksiyasida kelib xarid qilishingiz mumkin. Hammangizni kutib qolamiz. Thank you.